Azizlarim, mahallaning ichidan quruq yer topib bering Abdullo deb juda ko'pchilik murojaat qilar edi-da. Mana sizlarga topib keldim. Bo'lib ham 16 sotik quruq yer. Azizlar, bu reklamamiz qisqagina bo'ladi, lo'ndagina bo'ladi. Qaranglar, 16 sotik yer istab yurgan aka-ukalarimga mana shu videoda albatta jo'natib qo'yinglar. O'zingizlar olmasanglar ham bunday o'tkazib yubormanglar. Xohlasanglar mana shu yerga bitta katta zavod qilib qo'yinglar, sex qilib qo'yinglar. Xohlasanglar klinika, bir marojnoxonalar sezoni kelyapti. Mahallaning ichida hech qanaqa sinos yo'q. Azizlar, bu yerimiz, bu uyimiz, ya'ni ikkita ravoti bor. Skvoznoy, qaranglar. Xohlasanglar bu ravatdan kelib chiqinglar. Mondan ham kelsanglar, nari mahallamizdan chiqasizlar. Mahallalar to'ldir, bu yerda quruq yerlar qolmagan. Orqamdagi Vysokavolt bizga tegishasi yo'q. Unga negativ har xil kommentariy yozmanglar. U boshqa odamni uyida turibdi, undan ancha qochgan bizniki. Endi keyin buni gapi bor ekan, bir yil ko'chiradi ekan buni xudo xolasa. Xo'p, 16 sotikda yarmini ham sotaramiz. 8 sotikdan qilib aka-ukalar Azizlar, bu yerimizning nomerlarini yozinglar. Srochini 0553 bilan 15 60 01. Yana bitta nomerimiz bor. 0554 bilan 66 67 67. Bu tekkiz yerimizni kim olsa ham maza qiladi-da, azizlarim, qaranglar. Bunaqa narxga hadam ham chiqarmaydi. Xo'p, narxini ko'p kutirmasdan sizlarga aytaveraman. $165,000. Yana kami bor. Yarmini ham bo'lib sotaveramiz. Azizlar, adreslarimiz to'g'riroq qilib aytsam, Qirg'iziston O'sh shahri, Jiydalik bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, mahallamiz to'ldir mahalla. Bitta bizda quruq yer qolgan. Xo'p, orientirlarimiz Usaymda yo'li bo'lyapti. Mana optika hammom deb qo'yamiz. Jiydalikni bilganlar biladi. Nabi Hoji 70 deb kelaverasizlar. Navigator bilan keladigan bo'lsanglar, mana uyimiz 68, bu 70 bo'lyapti, azizlar. Ko'ryapsizlar mahallani. Nari tomonda ham xuddi shunaqa mahallamiz bor. Azizlar, $165,000 yana kami bor.